Dunyoda shunday ixtirolar borki, ular inson hayotini osonlashtirish uchun emas, balki yo'q qilish uchun yaratilgan. Ayrim texnologiyalar esa nazoratdan chiqsa, butun insoniyat uchun xavfga aylanishi mumkin. Bu videoda siz butun dunyodagi eng xavfli 6 ta ixtiro bilan tanishasiz. Atom bomba. Atom bombasi inson tarixidagi eng qo'rqinchli ixtirolardan biri. U yadroviy reaksiya orqali juda katta energiya chiqaradi. Bir portlashda butun shaharni yer bilan yakson qilishi mumkin. 1945-yilda bu qurol ilk bor amalda qo'llanilgan va minglab odamlar halok bo'lgan. Eng xavflisi, radiatsiya ta'siri uzoq yillar davom etadi. Bu esa nafaqat o'sha paytda, balki kelajak avlodlar uchun ham xavf tug'diradi. Shu sababli atom bombasi hali ham dunyodagi eng xavfli qurol hisoblanadi. Biologik qurollar. Biologik qurollar virus va bakteriyalar orqali hujum qilish texnologiyasi. Ular ko'rinmaydi, lekin juda tez tarqaladi. Bir odam orqali butun shaharga tarqalishi mumkin. Eng xavflisi, bu qurolni nazorat qilish juda qiyin, chunki virus tarqalgandan keyin uni to'xtatish oson emas. Ayrim holatlarda u butun dunyoga tarqalishi mumkin. Shu sababli biologik qurollar yashirin, lekin juda xavfli ixtiro hisoblanadi. Sun'iy intellekt xavfi. Sun'iy intellekt zamonaviy texnologiyalarning eng tez rivojlanayotgan sohasi. U insonga yordam beradi, ishni yengillashtiradi, lekin uning xavfli tomoni ham bor. Agar AI nazoratdan chiqsa, u mustaqil qaror qabul qila boshlashi mumkin. Bu esa inson nazoratidan tashqari tizimlarni yaratishi mumkin. Ayrim mutaxassislar buni kelajakda katta tahdid deb baholaydi. Shu sababli sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish juda muhim. Dron qurollari. Dronlar avval oddiy videoga olish uchun ishlatilgan, lekin hozir ular jang quroliga aylanib bormoqda. Ular masofadan boshqariladi va aniq nishonga zarba beradi. Eng xavflisi, ularni inson bevosita boshqarmasdan ham ishlatish mumkin, ya'ni avtomatik hujum qilish imkoniyati bor. Bu esa urushni yanada xavfli va nazoratsiz qiladi. Dronlar zamonaviy janglarning eng qo'rqinchli qismiga aylanmoqda. Kimyoviy qurollar. Kimyoviy qurollar inson organizmiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ular havo orqali tarqalishi mumkin. Bir necha daqiqa ichida odamni harakatdan to'xtatishi mumkin. Ayrimlari nafas olishni qiyinlashtiradi, boshqalari esa asab tizimiga ta'sir qiladi. Bu qurollar juda tez va ko'rinmas holda ta'sir qiladi. Shuning uchun ulardan himoyalanish juda qiyin. Kimyoviy qurollar eng xavfli va taqiqlangan texnologiyalardan biri hisoblanadi. Genetik tajribalar. Genetik texnologiyalar inson DNKsiga ta'sir qilish imkonini beradi. Bu orqali kasalliklarni davolash mumkin, lekin noto'g'ri qo'llanilsa, katta xavf tug'diradi. Masalan, sun'iy organizmlar yaratish yoki genlarni o'zgartirish. Bu tabiat muvozanatiga ta'sir qilishi mumkin. Eng xavflisi, bunday o'zgarishlarni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shu sababli genetik tajribalar ehtiyotkorlik bilan olib borilishi kerak. Texnologiyalar inson hayotini yaxshilashi mumkin, lekin noto'g'ri ishlatilsa, katta xavfga aylanadi. Eng muhim narsa nazorat va mas'uliyat. Siz qaysi ixtirodan ko'proq qo'rqasiz? Izohda yozib qoldiring.